Abu Ali ibn Sino tavalludining 1045 yilligi va tib qonunlari yaratilganligi 1000 yilligiga bag'ishlanadi. 16 avgust kuni Abu Ali ibn Sino kindik qoni to'kilgan yurtda Afshona qishlog'ida Abu Ali ibn Sino jahon merosi O'zbekiston g'ururi mavzusida ilmiy ma'rifiy sog'lomlashtirish tadbirlari majmuasi o'tkaziladi. Jumladan, Afshona qishlog'ida Abu Ali ibn Sino sog'lomlashtirish marafoni, Ibn Sino haykaliga tantanali gullar qo'yish marosimi, Ibn Sino muzeyida Abu Ali ibn Sino jahon merosi O'zbekiston g'ururi mavzusida ilmiy ma'rifiy anjuman. Buxoro shahrida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani. Abu Ali ibn Sino sog'lom turmush tarzi asoschisi ilmiy davra suhbati. Aziz hamyurtlar, tadbirlarimizda kutib qolamiz. Xush kelibsiz. Biz O'zbekiston yoshlarini ruhan va jismonan barkamol voyaga yetish tarafdorimiz. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.